Xorazmni Qo'shko'pir degan joyidan. Ismingiz nima? Mansurbek. Mansurbek. Yoshingiz nechida? 38. 38dalar. Mana yo'lga qachon chiqdingiz? Kechami? Kecha chiqdim. Kecha chiqib mana bugun yetib keldilar. Xo'p, shikoyatlari shu belda, oyoqda, buksada ham bor, uvish bor, ko'proq toliqib qolib o'tirib olasiz. Turish qiyin bo'lib qoladi. Xorazmdan kelibdilar. Qadrdonlar, Xudo shukr, mana keldik. Yaxshi, hammasi joyida. Nima deyman? Hech kim kasal bo'lmaydi. Fikrijasi bu odamga mana shuni taklif qilaman, kelsin, ko'rinsin. 3-4 kun. Mana bu 4-kun Xudoga shukr yaxshi. Yaxshisiz. Yurib beringchi. Mansurjon, orqaga ham. Salomat bo'ling, kasal bo'lmang. Bo'lmasa, yaxshi yetib oling Mansurbek, Xorazmga. Mana nomerlar bor, aloqada bo'lib turamiz. Inshaalloh shu bilan nasib bo'lsa, og'riqlar yo'qoldi. Kasal bo'lmang, sog' bo'ling, yaxshi yetib oling.